Shunaqa 55 tonnali basseyndan biznes uchun o'rnatib, bir oyda qancha daromad qilsa bo'ladi? Bundan 2 yil oldin bir mijozimiz Namangonda mana shu basseyndan xarid qildilar va mavsum oxirida biz aloqaga chiqdik. Avgust oyida xarid qilganlar. Biz mavsum oxirida o'sha sentyabrda o'rtalarida telefon qilganimizda pulini chiqarib, foyda ham qildim dedilar hattoki. Bu basseynimiz 10 metrga 5 metr. Hozir bir dona qolgan bundan. Oxirgi marta $2000 ga yaqin sotildi bu. Hozirgi kunda bizning qo'limizda bitta bor, $1500 qilib beramiz. Hozir o'rnatsangiz, pulingizni bemalol chiqarasiz. Bir kunda 500 ming, 600 ming topsangiz bo'ladi, agar joyingiz yaxshi bo'lsa. Kim bu basseynni biznes uchun o'rnatgan bo'lsa, hali afsus qilgani yo'q. Hali afsus qilmadi kim o'rnatgan bo'lsa. Balki bunaqa biznes yo'q. $1,500 pul tikasiz, bir oyda pulini chiqarib olasiz. Bir vaqtda o'zida 20 tadan oshiq odam tushib cho'milsa bo'ladi bu basseyn. O'zbekiston istalgan joyga dastavka qilib beramiz. Qo'ng'iroq qilinglar. Hozir bu basseyn Marg'ilonda o'rnatilgan. Akani o'zlari bilan gaplashdim. Ancha xursandlar. Pulini bemalol chiqarib, hattoki foyda ham qilgan. Qo'lida puli bor, lekin qanaqa biznes qilishni bilmayotgan tanishlaringiz bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'ying, foydali bo'ladi.